Qani menga ayt oshnam, bugun qanaqa bayram? Konstitutsiya kuni kim ham bilmaydi buni. O'z haqqi-huquqingni bilasanmi o'rtoqjon? Aytchi, konstitutsiya qabul qilingan qachon? Bu kitobda hammasi to'liq etilgan bayon. Prezident bobomiz bizga g'amxo'r, mehribon, yurt tinchligini ko'zlaydi, xalq baxtidan so'zlaydi. O'zbekiston qo'ynida har bir tuman viloyat kundan kunga yashnaydi, kamol topar tiklarga. Kunimizga yaragan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 8-moddasi har kim sog'liqni saqlash va malakali tibbiyot xizmatidan foydalanish huquqiga O'zbekiston davlat ta'minoti hozirgi ma'lumotlar shifokorlar tez yordamga yetib keladi. Shu zaman malakali tibbiy xizmat ko'rsatadi. Shifokorlar elga xizmat oliy xizmat degan qo'llanma qildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 6-moddasi O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahri, poytaxtimizdan Toshkentdan, bosh shahrimizdan Toshkentdan 2000 dan Oxirxon, Saxiy Toshkentdan, Dafron va Yoshkentdan, Tarixlarda Toshkentdan, Saxiy Toshkentdan, Temuryo'q Timsoliyo'q, Toshkentdan. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 59-moddasi barcha fuqarolar Konstitutsiyada belgilab qo'ygan burchlarni bajaradilar. Huquqimiz bilamiz, burchimiz ham yodda bor, bosh qomusda burchingni bajar degan modda bor. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 64-moddasi O'zbekiston Respublikasini himoya qilish O'zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o'tashga majburdirlar. Tabarruk ona tuproq bag'ishlaydi kuchimizga, shu vatanni asramoq eng muqaddas burchimizga, ulg'ayib eng oldinga safarlardan joy olamiz. Mardona qasamotga manzil qolamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 83-moddasi O'zbekiston Respublikasi viloyatlar, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar, ovullar va shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasidan iborat viloyatlar, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar va ovullar va Qoraqalpog'iston barlari jamlab O'zbekistonda shunday yo'lchi cheklardan yaralgan O'zbekiston. Ozod erkinlikning ramzi bu kitob, unda aks etilgan xalq huquqimiz. Bering bir ahamiyat, jangda davlat jamiyat, har modda yuksak niyat bizning konstitutsiya. Huquq burchim aks etgan, har satri pishib yetgan, maqsad g'oyamiz yotgan, lafzu oru nomusim, muqaddasim qomusim. Qonunlarning a'losi, mustaqillik asosi, vatan mehri giyosi bizning konstitutsiya.